Andijon viloyati Sanoat qurilish bank tomonidan Shahrixon tumani Dorul Omon mahallasiga biriktirilgan mahalla bankiri bo'laman. Dorul Omon mahallasida joylashgan bu maydonimiz bir maydon, bir mahsulot tamoyili asosida 10-11 konturlarda 12 gektar yer maydoni biriktirilgan bo'lib, unda 41 ta yer egalari faoliyat olib borishmoqda. Ushbu maydonda Sanoat qurilish bank biriktirilgan bo'lib, bu yilga 2025-yilda 3 marotaba hosil olish rejalashtirilgan. Birinchi hosil sifatida serhosil yuqori daromadli loviya urug'i olib kelinib ekildi. Hozirda barcha agrotexnik tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Birinchi hosilimiz 85-90 kunda yig'ishtirilib olinadi. Gektaridan 35-40 sentnerdan hosil olib, o'rtacha daromad 13-14 million so'mdan to'g'ri keladi. Ikkinchi hosil sifatida semichka urug'lari olib kelib ekiladi. Uchinchi hosilda 90 bosti shaklida sarimsoq piyoz olib kelinib ekilib, natijada yil yakuniga qadar 1 gektaridan yer maydonidan 120-130 million so'm daromad olinish ko'zda tutilgan. Hozirda bu maydonda o'rganganimizda haqiqatan 12 gektarligi aniqlandi. Hozir mana loviya urug'larimiz ekilgan. Barcha agrotexnik tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda.